Eron AQSh talablariga javob berdi. Uran boyitish to'xtatilmaydi. Pokiston bilan janglarda 70 dan ortiq afg'onistonlik halok bo'ldi. Urush meni do'stlari yo'q insonga aylantirdi. Zelenskiy. Tarki odat amri mahol. Tramp yana eski hunarini takrorladi. Telegram 1-apreldan Rossiyada to'liq bloklanadi. Boysundagi gaz koni avariyasini to'xtatamiz. Shavkat Mirziyoyev. Endi esa bizda batafsil. O'zbekistondan Rossiyaga komissiyasiz pul yuboring. Yonirat ilovasini oching. O'tkazma bo'limidan xalqaro o'tkazmalar bo'limiga kiring. Yuboruvchi davlatga O'zbekiston, qabul qiluvchi davlatga Rossiyani tanlang. Rossiyadagi qabul qiluvchi karta ma'lumotlarini to'liq kiriting. O'tkazma muvaffaqiyatli yakunlandi. Yonirat bilan ishonchli va xavfsiz o'tkazma qiling. Pokiston bilan janglarda 70 dan ortiq afg'onistonlik halok bo'ldi. Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi chegaradagi to'qnashuvlar oqibatida 70 nafardan ortiq afg'on harbiy xizmatchisi halok bo'ldi. Nashr etilgan xabarlarga ko'ra, kamida 72 nafar afg'on harbiysi halok bo'lgan. 120 dan ortiq jangchi jarohat olgan. Xabarda ta'kidlanishicha, Pokiston kuchlari 30 dan ortiq afg'on tanki, artilleriya qurollari va bronli transportyorlarni yo'q qilgan. Shuningdek, 12 ta chegara postiga zarba bergan hamda yana 5 tasini nazoratga olgan. Bundan tashqari, Pokiston harbiy havo kuchlari Afg'onistonning Nargahor viloyatidagi yirik o'q-dorilar omboriga aviazarbalar bergan. Bombardimon natijasida ombor to'liq yo'q qilingan. Ikki davlat kuchlari o'rtasidagi yangi to'qnashuvlar 27-fevral kuniga o'tar kechasi Afg'onistonning 6 viloyatida boshlangan. Janglar Nuriston, Xost, Paktika va Paktiya viloyatlarining chegara hududlarida Qobul tomonidan rasman tan olinmagan Durant chizig'i yaqinida davom etmoqda. Keyinchalik Pokiston aviazarbalaridan so'ng Afg'oniston kuchlari sharqiy viloyatlar hududida javob operatsiyasini boshlaganini ma'lum qildi. Xususan, afg'on harbiylari Nangarxor va Kunar viloyatlarida 15 ta pokistonlik chegara postini yo'q qilgani va 8 ta pozitsiyani egallaganini bildirgan. Eron AQSh talablariga javob berdi. Uran boyitish to'xtatilmaydi. Al-Alam xabariga ko'ra, Eron uranni to'liq boyitishni to'xtatmaydi va mavjud zaxiralarni eksport qilmaydi. Bu haqda telekanal yuqori martabali eronlik manbaga tayanib ma'lum qilgan. Shu bilan birga Al Jazeera manbalariga ko'ra, Tehron AQSh bilan muzokaralar davomida uranni boyitishni vaqtincha to'xtatib turishni taklif etgan. Taklifimizda boyitishga bo'lgan suveren huquqimiz alohida ta'kidlangan. Shu bilan birga cheklangan muddatga boyitishni vaqtincha to'xtatib turish imkonini ko'rib chiqilgan deya telekanal manbaning so'zlarini keltiradi. Shu tariqa Eron tomoni uran boyitishdan butunlay voz kechmasligini, ammo muayyan shartlar asosida vaqtinchalik cheklovlarni muhokama qilishga tayyorligini bildirgan. Urush meni do'stlari yo'q insonga aylantirdi. Zelenskiy. Ukraina prezidenti urush sharoitida faqat muhim va strategik masalalarga e'tibor qaratishga majbur bo'lganini ta'kidladi. Shuningdek, Ukraina prezidenti Zelenskiy urush uning shaxsiy hayoti va dunyoqarashiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotganini ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, jurnalistning urush sizni qanday inson qilib qo'ydi degan savoliga davlat rahbari dastlab bu savolga aniq javob berish qiyinligini bildirgan. Keyinchalik esa u o'zini do'stlari yo'q insonga aylangandek his qilayotgan qayd etgan. Prezidentning ta'kidlashicha, urush sharoitida u faqat muhim va strategik masalalarga e'tibor qaratishga majbur bo'lgan. Do'stlarim bilan muloqot qilishga vaqtim yo'q, ammo sheriklarim, muhim hamkorlarim bilan doimiy aloqadaman. Endi do'stlar yoki shaxsiy munosabatlar uchun vaqt qolmayapti degan u. Ukraina rahbari shuningdek Rossiya tomonidan boshlangan urush natijasida o'zini yanada bardoshliroq his qilayotganini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, u hozir ko'proq jiddiy masalalarga e'tibor qaratmoqda. Telegram 1-apreldan Rossiyada to'liq bloklanadi. Telegram joriy yil 1-apreldan Rossiyada to'liq bloklanadi. Bu haqda o'z manbalariga tayanib RBK va The Bell xabar berdi. RBKning Kremlga yaqin manbalari bloklash bo'yicha qaror yakuniy ekanini bildirgan. The Bellning katta to'rtlik mobil operatorlaridan biridagi manbasi esa ularga 1-apreldan Telegramni bloklash bo'yicha dastlabki qaror haqida ma'lum qilinganini aytgan. 1,5 oy ichida nimadir o'zgarishi mumkin, chunki hokimiyatda bu masala bo'yicha turli fikrlar bor. Ammo hozircha ma'lumot shunday. 1-apreldan to'liq bloklash bo'ladi deya qo'shimcha qilgan u. The Bellning yana bir manbasi operatorlar allaqachon blokirovkaga to'sqinlik qilmaslik talabi yozilgan xatni olganini ma'lum qilgan. Jurnalistlarning ta'kidlashicha, xuddi shunday talab operatorlarga YouTube sekinlashtirilishi boshlanishidan oldin ham yuborilgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bloklash Rossiyaning butun hududida amal qiladi. RBK maqolasida aytilishicha, aprelga borib Telegram faqat front hududida ishlaydi. Rossiya harbiylari Messenger
messenjer orqali jangovar harakatlar zonasida muvofiqlashtirish olib boradi. Garchi Kreml buni tan olmasa ham, Federal xavfsizlik xizmati esa ma'lumotlar Ukraina maxsus xizmatlari tomonidan qo'lga olinishi xavfi haqida ogohlantirgan. Telegram qanday ssenariy asosida bloklanishi hozircha aniq emas. RBK manbalari qarorni so'nggi vaqtlarda odamlarni, jumladan voyaga yetmaganlarni ham noqonuniy harakatlarga jalb qilish holatlari ko'paygani bilan izohlagan. Boysundagi gaz koni avariyasini to'xtatamiz. Shavkat Mirziyoyev. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 fevral kuni Surxondaryoga tashrifi davomida o'tkazgan yig'ilishda Boysundagi kon haqida to'xtalib, undagi avariya to'xtatilishini aytdi. Davlat rahbari mustaqillikning 25 yilligi yirik gazni qayta ishlash majmuasidagi texnologik murakkab masalaga hamkorlar bilan ilmiy yechim topilganini qayd etdi. Biz avariyani ham to'xtatamiz. Surxondaryo iqtisodiyotiga katta turtki beradigan loyihani ham boshlaymiz, deydi prezident. Boysundagi gaz koni haqida. Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida joylashgan mustaqillikning 25 yilligi koni O'zbekistonning yirik gaz loyihalaridan biri. 2024-yilning 1-sentyabrida konda quduq burg'ulash ishlari olib borilayotgan vaqtda texnologik jarayon buzilishi tufayli vodorod sulfidi gazi sizib chiqqandi. Aholi xavfsizligini ta'minlash maqsadida kon yaqinida yashovchi fuqarolar xavfsiz hududga evakuatsiya qilindi. Gaz konida sodir bo'lgan yangi avariya oqibatida 17-sentyabr kuni 4 kishi halok bo'ldi. 11 kishi tan jarohati olgandi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov Boysundagi falokat O'zbekiston tarixidagi eng yirik 6-texnogen halokat bo'lganini qayd etgandi. Tarki odat amri mahol. Tramp yana eski hunarini takrorladi. AQSh prezidenti Donald Tramp 24 fevral kuni Kongressda mamlakatidagi vaziyat haqida ma'ruza qildi. 2 soatlik nutqi mobaynida u dunyo siyosati, migratsiya va iqtisodiyot xususida keskin bayonotlar berdi va uning davrida Qo'shma Shtatlar misli ko'rilmagan darajada boy va kuchli davlatga aylanganini ta'kidladi. DW Tramp Kongressdagi chiqishi mobaynida bir qator yolg'on bayonotlar berganiga e'tibor qaratdi. Tramp prezidentligining dastlabki 10 oyida Kambodja va Tailand, Pokiston va Hindiston, Kosovo va Serbiya, Isroil va Eron, Misr va Efiopiya, Armaniston va Ozarbayjon, Kongo va Ruanda o'rtasidagi va G'azodagi janglarni jami 8 ta urushni to'xtatganini aytgan. Oq uy xo'jayinini talay urushlarni to'xtatgani haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. O'tgan yil kuzida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi sessiyasidagi ma'ruza u 7 ta urushga chek qo'yganini aytgandi. Endi esa bu ro'yxatga G'azodagi urushni ham qo'shibdi. Ammo bu da'vo yolg'ondir. U sanab o'tgan urushlarning aksari hali tugamagan. Trampning tinchlikparvar sifatidagi roli esa bahslidir, deb yozadi DW. Tramp Joe Biden ma'muriyati AQSh tarixida eng yuqori inflyatsiyani keltirib chiqargani, o'zi esa pul qadrsizlanishini keskin tushirganini ham qayd etgan. Aniqlanishicha, Tramp rahbarligi davrida inflyatsiya ko'rsatkichi biroz pasaygan bo'lsa-da, uni keskin tushish deb bo'lmaydi. AQSh tarixidagi eng yuqori inflyatsiya ko'rsatkichi esa Biden davrida emas, balki 1919-1920-yillarda kuzatilgan. Tramp odatiga sodiq qolgan holda Bidenni keskin tanqid qilar ekan. Uning davrida xorij qamoqxonalari va jinnixonalardan chiqqan millionlab odam AQShga yopirilib kelganini aytgan. Fact checking jarayonida bu iddao ham tasdiqlanmagan.